Xo'p, o'rtoqlar. Biz turib oldik. Nemis xolani uyda. Asliga bitta mahallani ko'rsataman. Qo'shnilar. Bu yoqda olmalar bor ekan. Shunaqa gaplar. Biz endi turdik. Sekin chodirimizni yig'ishtirib, yo'limizdan davom etamiz. Xayrli kun. O'rtoqlar, bizda tong so'mkani tikish bilan boshlandi. Uzilib ketib qoldi men bu. Qaranglar, xolani bu yoqda tovuqlari bor ekan. Hozir kelib tuxumlarni olib ketib oldi. Bu yoqda men mashinasi bor ekan. Mazgi yo'q. Ertalabdan chodirimiz ustiga chiqib ketyapti, qarasak. Sizlar tozalab ketamiz endi. Bizda soat 8 bo'ldi. Va'daga vafo, ko'ryapsizlar, hamma joyni tozalab qo'ydik. Musor qolmadi bizdan. Kelgan joyimizni tozalab ketamiz shunaqa. O'zimizdan har xil narsalarni qoldirmasdan. Bir dona sigir. Biz hozir Avstriyadamiz. Adlan nech pulda o'ylaysiz? 2000-3000 dollar bo'lsa kerak. 2000-3000 dollar, 1,5 mingdan 5000 dollargacha. Bir dona sigir. Bo'lishi mumkinmi? Avstriyada. Avstriyada o'rtoqlar, qaranglar. Bu yoqda sigirlarni qaranglar. Maza qilib o'tlab yurishibdi. Hozir ba'zi odamlar ham unaqa to'yib ovqatlanmaydi, lekin sigirlarni qaranglar. Shuncha o't. Xohlasa o'rmon, xohlasa pastlik. Bizlarni ham sigirlar masjidga olib kelib qo'ysak, nima deysiz? Yeb tashlaydimi hammasini? Ha? Lekin sigirlarga gap yo'q, lekin ishoninglar, xuddi odamga o'xshab musorni tashamasdan ovqatlanyapti. Seryozni, sigirlari boshqacha ekan lekin. Qaranglar, atrofni qaranglar. Bu yoqda amaki fermer ekan, o'shalarniki ekan. Endi biz yo'limizni Avstriyadan necha kunda chiqib ketishimiz kerak? 4-5 kunda hozir Innsbruck zonasiga yaqinlashib qoldik, xudo xolasa. 4-5 kun ichida Avstriyadan chiqib, Liechtenstein. Zavtrak. Hozir magazindan narsa oldik. Sekin keyin ovqatlanib yo'limizdan davom etamiz. Judayam bir yaqin o'tyapti, judayam bir yaqin. Ko'ryapsizlarmi, yo'lda kichkinaligini, вообще judayam kichkinaligini. O'rtoqlar, shaharda qaranglar chiroyligini. Вообще. Kelib turib bitta yashab olish kerak bu yoqda. Velichani qaranglar. Qayerda ko'ryapsizlar shunaqa velini? Kinodami? Da, kinoda bilaman. Shaharda qaranglar. Вообще chiroyli. Video qo'ydim. Italiya yoki Shvetsariya. O'zingizlar javobinglarni aytib bizga ancha qiziq bo'lardi, yoki Shvetsariyada yashaydiganlar yoki Italiyada yashaydiganlar bo'lsa, o'shanga javob berib yuborsanglar, bizga yordaminglar tayyorlar. Rahmat. O'rtoqlarga tashab qo'yinglar istoriyani, ichi kuyi bo'lsa. Bunaqa istoriyalarni ko'ra olmayotganidan sizlar kam ko'ryapsizlar zato. O'rtoqlar, qaranglar. 15200. Ne? Uncha qimmat bu. 15200. Avstriya narxi uchun bunaqa mashina qimmatroq ozgina. Bunaqa kichkina mashina menimcha bo'lsa elektronik, lekin qimmat ozgina. Mana bunisi ham 100% elektrik. Bu narxi menimcha o'zi sotib olingan. Как smart. Smart mashina bor-ku. Xuddi shunaqa. Lekin 15 ming qimmat, rostdan qimmat.